Hammaga salom, bu Ken Pixel kanali. Bugun biz Survival, ya'ni Vyjvaniyani davom ettiramiz. O'tgan videoda o'zimizga misdan soat yasagan edik, lekin bu yetarli emas. Shuning uchun bugun biz temir topishga harakat qilamiz. Qishloqning orqa tomonida asfalt tushadigan joy bor, o'sha tomonni tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Shunda keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Ichkariga kirganimda ancha qorong'i ekan, shuning uchun tezda fakel yasab oldim. Biroz qidirib va nihoyat temir topdim. Lekin bu yetarli emas. Quyosh botgani uchun uyga qaytishga qaror qildim. Yo'lda yana bitta temirga ko'zim tushdi. Buni ham olib ketamiz. Endi qaytsak ham bo'ladi. Yer ustiga chiqqanda esa meni bitta zombi va yalmog'iz kutib turgan ekan. Lekin bir amallab uyga yetib oldim. Ertasi kuni yalmog'izni o'ldirib, foydali narsalarni olishga qaror qildim. Lekin u meni yaxshigina zaharlashga ulgurdi. Shuning uchun zahar ta'siri ketishini biroz kutdim. Keyin esa qorin to'qlash uchun go'sht yig'dim. Ovqatlanib bo'lgach, yana temir izlashni davom ettirdim. Bu safar jarlik tomon bordim. Pastga tushganimda esa zombi chiqdi. Uni tezda yo'q qildim. Va nihoyat ko'proq temir topdim. Bitta ham qoldirmasdan yig'ib oldim. Uyga qaytayotganimda esa omadim kelib, redstone va eng asosiysi oltin topdim. Bugun umumiy hisobda 33 ta temir va 17 ta oltin yig'dik. Menimcha yomon emas. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu hali boshlanish.